Odami ersang demagil odami, oniki yo'q xalq g'amidin g'ami. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz Alisher Navoiy hazratlarining faqat she'riyatda emas, balki davlat ishlarida ham xalq uchun qanday yashaganlari haqida gaplashamiz. Tarixiy manbalarga nazar solsak, Navoiy hazratlari elning og'irini yengil qilish uchun o'z molini, aqlini va umrini ayamay sarflagan buyuk davlat arbobi ekanini ko'ramiz. Odatda darsliklarda Navoiy davlat arbobi, mutafakkir deb yoziladi. Lekin ko'p hollarda hazratning davlat ishlarida qilgan xizmatlari, xalq uchun sarflangan mehnati haqida yetarlicha ma'lumot berilmaydi. Shuning uchun bugun biz tarixiy manbalarga suyangan holda gaplashamiz. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, Mir Alisher Navoiy hazratlari o'z daromadlari hisobidan Hirot shahrida Ixlosiyya madrasasi, Shifoiyya madrasasi, Nizomiyya madrasasi, Halosiyya xonaqohi va yana bir qancha masjid hamda bino inshootlarini qurdirganlar. Marv shahrida esa Hasraviyya madrasasini barpo ettirganlar. Faroduddin Attor qabriga maqbara o'rnatganlar. E'tibor bering, Navoiy hazratlari xalq uchun naq 300 ta inshoot qurdirganlari aytilgan. Eng muhimi, bu ishlar ehson yig'ib emas, g'aznadan olib emas, xalqdan yig'im qilib emas, o'z mollarini PR qilish uchun emas, balki chin dildan xalq uchun amalga oshirgan. Tarixchi Xondamirning Xulosat-ul Axbor asarida Navoiy hazratlarining Hirot shahri zilziladan shikastlanganidan so'ng uni qayta tiklash ishlariga o'z hisoblaridan qancha mablag' sarflaganlari yoziladi. U kishi qancha masjidni, qancha minorani, qancha rabotlarni ta'mirlaganlari haqida o'qisangiz hayratda qolasiz. Navoiy hazratlari xalqqa jabr bo'lmasin deb butun boshli Hirot ahliga solingan soliqni bir necha bor o'z hisoblaridan to'lab berganlari haqida ham bir emas, bir necha tarixchilar guvohlik berishgan. Ya'ni xalq soliqdan ezilmasin deb hazrat o'z mollarini sarflaganlar. Manbalarga ko'ra, madrasalarda o'qigan 12 ming nafar talabaning ta'minoti to'liq Navoiy hazratlari zimmasida bo'lgan. Bu degani talabalarning kiyim-kechagi, o'quv qurollari, oziq-ovqati, kundalik ehtiyojlari hammasi Navoiy hazratlari tomonidan ta'minlangan. Xondamirning yozishicha, Navoiy hazratlari har yil boshida 1000 nafar kambag'alga boshdan oyoq sarpo hadya etishni odatga aylantirganlar. Boshqa manbalarda esa shunday deyiladi. Navoiy hazratlari Halosiyya xonaqohida har kuni 1000 dan ortiq faqirlar uchun ovqat pishirtirib tarqattirgan ekanlar. Mashhad shahridagi Imom Rizo bog'ida Dorul Xuffo nomli imorat barpo qildirib, u yerda ham kambag'allar, muhtojlar, kasalmandlar, yetim yesirlarga kuniga 3 mahal ovqat tarqattirganlari aytilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Dorul Xuffoda har kuni 1000 ga yaqin faqirning qorni to'yar ekan. Navoiy hazratlarining saxovatlari shu bilan tugamaydi. U zot qurdirgan inshootlarda ishlagan ustalarni ham, o'zlariga qarashli yerlarda, do'konlarda, bog'larda ishlagan odamlarni ham izzat qilganlar, rag'batlantirganlar, munosib mukofotlaganlar. Tarixchilar hatto shunday ta'rif bergan: Mir Alisher hazratlari ishchilarni shu qadar izzatlar edilarki, bunday izzatga davlat arboblari ham musharraf bo'lmagan. Haqiqat shundaki, Navoiy hazratlari umrini, iqtidorini, bor mol mulkini
ilm fan taraqqiyoti uchun, el obodligi uchun, yurt ravnaqi uchun sarf etgan. Tariximizda bunday misollar juda kam. Bundan tashqari Husayn barqaror saltanatini bir necha bor tanazzuldan, sharmandalikdan, og'ir siyosiy holatlardan saqlab qolgan ham aynan Navoiy hazratlari bo'lgan. U zotning diplomatik aqli, davlatchilik tadbirlari va xalqparvarligi bugun ham biz uchun ibrat. Azizlar, Alisher Navoiy hazratlari biz uchun faqat adabiyotning buyuk sardori emas. U zot xalq uchun yashagan, xalq uchun xizmat qilgan, xalq uchun sarf etgan buyuk davlat arbobidir. Shu sababli Navoiyni o'rganish bu faqat she'riyatni o'rganish emas, bu xalqqa xizmat qilish madaniyatini o'rganishdir. Xulosa shuki, Alisher Navoiy hazratlari xalq uchun yashagan inson edi. U zotning hayoti bizga bir narsani o'rgatadi. Millatga xizmat qilish eng ulug' amal. Navoiyning davlatchilikdagi ibrati ham, xalqparvarligi ham bugun barchamiz uchun katta saboqdir. Navoiy she'r bilan millatni uyg'otgan, amal bilan xalqni obod qilgan ulug' zotdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz bilan Axborot resurs markazi xodimi Yusuf Kimyoxon edi.